uying chiroyli ekan. Rahmat. Xo'sh, nimalar qilyapsan? Вообще o'zgarib ketibsan. Nima qilyapsan? Etbetda ishlayapsanmi? Diplomim bor, lekin erim ishlatmaydi. Hatto ko'chaga ham chiqarmaydi, magazinga ham hech qayerga bora olmayman. Qamab qo'ygan uyga. Segida o'zbek erkaklari. Hammasi rashkchi. Yaxshi bolang bormi? Yo'q, tushib qoldi. Yaxshi bo'pti. Zachем bola? Nima qilasan? O'zingni sev, massa qilib yasha. Axir ayol kishisan. Sevib yashashing kerak. Lekin sen hali ham chiroylisan. Yo'q-ey. Mani qo'y. Amerika qalay? Amerika? Вообще zo'r. Orzular mamlakati. Massa qilib, kayf qilib yashaysan. Erkin hayot. Havas qilma. Ha, shunaqa bir haftaga ish bilan keldim. Bir haftada bitqizaman, ketaman. Gostinsada yashayman desam, qo'ymading. Yaxshi qilibsan. Uzr, seni ham ovora qildim. Yo'q, nega ovora bo'laman? Qaytanga yaxshi bo'ldi. Uyda bitta o'zim qamalib zerikib ketdim. Kстати, zerikib ketdim. Toshkent aylanmaymizmi? Yo'q, men erim qo'yib yubormaydilar. Magazinga chiqsam ham yo'q deydilar. O'zlari olib kelib beradi hamma narsani. So'rab o'tirasanmi? So'rama, ketdi. Shopping qilamiz, massa qilib aylanamiz. Zachем yerdan so'rab, aylanib kelaveramiz. O'zim mehmon qilaman. Grif. Ke, undan ko'ra Toshkent ovqatlari sog'ingan bo'lsa kerak. O'zim shirin ovqat qilib beraman, ha? Qo'y, ovora bo'lma. Ovorasi bor ekan. Ha, sen o'tirib tur. Sen o'zi olib turgin, men hozir. Erim keldi shekilli, hozir. Bor. Tanishing, dugonam Klara, xo'jayinim Ali aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz mehmon.